Toshkentga keluvdim bolam. Maksim Gorkiyga. Kvartirang yoniga Maksim Gorkiydamisan bolam? Toshkentga keldingiz. Ha, keldim Anjandan. Nima kerak? Kimdan so'rab keldingiz? Ibroy ko'rgani keling meni deydimi? Sog'indim bolajonim, sog'indim. Sovuq kunda bir ust-boshing yupinmi deb keldim. Nega mendan beziroq kelasiz? Asarimga tegin. Metron tevasida turibman. Metron tevasida chiqa qol bolam, sovuq ekan. Ishga o'qishimga bormadingmi, sharmanda qilib bormadim, ne iltimos. Bordim bolajon, Iskandarjon. O'rtoqlariga onam biznesmen degan ekan, uyalibdi-da men dehqon bo'lsam. Rahmat bolam. Baraka toping bolam. Andijonda eski chinni cho'ldirvoqi kiyimlaringizni kiyib kelgansiz. Borida, toy bolam borida endi. Bor, kelmaslik kerak edi bunaqa. Meni sharmanda qilib, men hammaga onam normalniy joyda ishlaydi deb aytganman. Hammaga narsa tarqatib chiqqaningizni man. Sharmanda qilib. Qaydan bilay bolam? Kechir meni bolam. Bilmagandan keyin mendan so'raydi, o'qiyapti bolam, nima qilay ekan deb. O'qishga qo'yinglar, bo'lmasa men ham Andijonga ketdim. O'qi dedinglar Toshkentda, kelib o'qidim. Endi tinch qo'yinglar. Toshkentga kelib ko'rmasam qanday bo'ladi bolam? Bilmayman, men siz bilan ko'rishmayman. Qanday kelgan bo'lsangiz Toshkentga ham shunday keta olaman. Men siz bilan ko'rishmayman hozir. Bolam, chiqa qol bolam.